Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Men Ibrat med klinikasini lor shifokor lavozimida ishlayman. Bugun sizlar bilan o'rta quloq kasalliklari, ya'ni o'rta quloqning yiringli eksudativniy kasalliklari haqida gaplashamiz. O'rta quloq kasalliklari haqida gaplashamiz bugun. O'rta quloq kasalliklari oldin bo'lib olaylik kasalliklarni. Yiringli kasalliklar eksudativniy o'rta quloq kasalligi, perforativniy, noperforativniy va gustoy yiringli. Quyuq yiringli kasalliklarni bo'lsak bo'ladi. Bolalarni ota-onalar olib kelganda quloqim og'riyapti deb shikoyat bilan kelishadi. Biza ularni qanaqa qilib tekshiramiz, qanaqa qilib tashxis qo'yamiz. Endoskop orqali quloqning ichida kirib ko'rganimizda quloqning pardani holati ko'riladi. Parda tashqi tarafdan qanaqa turishi kerak? Parda tarang tortilgan, ichi ko'rinib, havo kirgan holatda turishi kerak normada. O'sha normada bo'ladigan bo'lsa, u hech qanaqa og'riqsiz quloq bo'ladi. Og'rigan bolalarning qulog'ida parda tashqariga qarab bo'rtib shishib turadi, qizarib qon tomirlari ko'rinib turadi. Ichida nima borligi ham ko'rinadi. Sariq jitkis bo'ladigan bo'lsa, eksudativniy. Agar oqimtir, quyuq yiring turadigan bo'lsa, u yiringli kasallik bo'ladi. Bir xil bolalarning qulog'i uje shishib, blyozniy bo'lib, teshilib oqib ham kelishi mumkin. Bu holatlarda biz qanaqa qilib davolaymiz? Davolash metodi antibiotikni terapiya, gormon terapiya va burunni press usulida yuvish orqali davolanadi. Ota-onalarga tushuntiriladi. Bolangizni har kuni olib chiqib, lor nazoratda quloqni ko'rsatib turasiz. Chunki quloq teshilgan holatda boshqacha dori, teshilmagan holatda boshqacha dori qo'llaniladi quloqda. Lecheniyasiga keladigan bo'lsak, lecheniyasi bolalarni har kuni olib keltirib, burnini yuvib, kukushka orqali press usulida yuviladi, kukushka bilan endoskopda quloqi har kungi holati solishtirib boriladi. Birinchi rasm bilan oxirida tuzalgan rasm solishtiriladi keyin. Quloqning shamollagan, shamollamaganini qanaqa tekshiramiz deb aytdik. O'sha quloqni endi endoskopik kartinasini ko'rsataman sizlarga. Monitorga qarasanglar, bu sog'lom quloqning pardasini holati. Sog'lom quloq pardasi o'zini rangida, teri rangida ko'rinadi. Unda yorug'lik konusi tushib turadi, yaltirab, bolg'acha suyakchasining dastasi hamda boshchasi ko'rinib turadi bemalol. Bu sog'lom quloqning pardasi, hech qanaqa shamollash belgilari yo'q, qon tomirlari qizarmagan. Endi yiringli holatda qanaqa ko'rinadi, uni ko'rib chiqamiz. Mana, yiringli holatda quloqning pardasi oldinga qarab bo'rtgan deb aytdik. Bu holatda mana yorug'lik konusi yo'q pardada. Parda qizarib, oldinga qarab bo'rtib chiqqan. Bolg'acha suyakchasining faqat boshcha qismi ko'rinib turibdi xolos, qolgan qismi ko'rinmaydi. Yiringning orqasida qolib ketgan bo'ladi. Hop, kimningdir farzandi shunaqa shikoyatlar bilan, shunaqa muammolar bilan bezovta qilsa, bizning klinikamizga murojaat qiling. Videomiz foydali bo'lgan bo'lsa, kanalimizga obuna bo'ling va like bosishni unutmang.